Hammaga assalomu alaykum. Urganch shahar Qoq markazidan 2 kanalli kvartira izlab yurgan yurtdoshlar bormaydi. Yaqinlarga tashab qo'yinglar do'stlar. Like'larni bosib qo'yinglar sizlar uchun zo'r tochkadan. Medyunstam yaqin bo'lsin, Dehqon bozor ham yaqin bo'lsin. Shahrimizning markazi bo'lsin. Gazi, suvi, sveti, transporti, sivilizatsiya kuchli bo'lsin degan tochkadan kvartira izlab yurgan yurtdoshlarga tashab qo'yamiz. Medyunstam o'tgan ishida yangi domimiz Shavot kanalining bo'yi 1-etajda. Kvartiramiz sotuvga chiqdi do'stlar. Ko'rib, kelib, danışib, savdolashib olaverasizlar. Qani ketdik, obzorni qilib beramiz. Like'larni bosib kuzatinglar do'stlar. Yaqinlarga tashab qo'yinglar. Ining do'stlar aytib o'tganimizdek, dam olish maskanini ega do'stlar. Kechki прогулка qilmoqardim. Bir prestijniy shuning zelenoy zonalarini ega do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bir ajoyib aylanmoqqa, sayr qilmoqqa. Azanda trenirovka qiladiganlar ham probeshka uchun zo'r tochka, lokatsiya gap yo'q. Shaharni Qoq markazi yurtdoshlar maqtasang arziydi, kelib olib yashasang arziydi. Yangi novostroyka domlarimizni 1-etajida narx ham ajoyib. Zo'r tochkada like'larni bosinglar. Qani ketdik, ichkari qismini tanishib chiqamiz yurtdoshlar. Eng do'stlar, podyezdimizning ko'rinishi bo'ladi yurtdoshlar. 4 xonadan 4 kvartira bo'ladi. Şu xonadonimiz bilan obzorni qilamiz. O'zini deng kvadrat metrinde объемында podvalına ega bo'ladi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. O'zini hajmida, o'zini podvalına ega do'stlar. Olib foydalansa bo'ladi. Eshiklarimiz utepленный eshiklar qo'yilgan bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Bismillah. Girish qismimizda prixожий zonamiz. Dom baland solingan domlardan. Bu tomonda yana oshxonasi do'stlar. Kirgandan chap tomonda xohlasanizlar biri prixожий mebel qo'ysanizlar bo'ladi, biri garderobniy, bir rakovina chiqarsa bo'ladi, bir de sanuzel hojatxonasi razdельный bo'ladi do'stlar. Endi bu yerda esa spalnyamiz yurtdoshlar. Montajlari qilingan, suvog'i qilingan. Endi bu yerda yana ko'rib turganlaringizdek yuvishxonasi. Tak, bu tomonimizda yana zalimiz, zalam keng tushgan, kattaligina gap yo'q. Yurtdoshlar ko'rishingiz mumkin. Shavot kanali bo'yni qirg'an bo'ladi bu oynamiz. Gazi, suvi, sveti, transportidan muammo yo'q. Kelasizlar inshaalloh. Aluvchilarga nasib etsin, like'larni bosib beringlar. Mulk egasi bilan bog'laymiz, telefoninglar, savdolashib, kelishib olaverasizlar. Aman bo'lin, keyingi videolarımızda görüşünce xayr. Like'larni bosib o'tirganlar, ilohim Alloh taolo hammangizni uy joy bilan, orzu istakingizda imoratlar bilan silasin, bizlarni sababchi qilsin. Salomat bo'ling.